Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Birodarim savol beribdilar, soqolni qanday uzunlikda qo'yish joiz? Ya'ni maqsadlari vallohu alam qay darajada uzun qilib qo'ysa bo'ladi degan maqsad bo'lgan. Avvalambor Rasululloh sollallohu alayhi vasallam soqolni qo'yishlikka buyurmaganlar. Ya'ni ba'zi birodarlar o'ylaydiki, ba'zi birodarlar savol beradiki, shu soqolim o'sishlik uchun ba'zi bir malham, ba'zi bir mazlar ishlatsam bo'ladimi? Yoki bo'lmasam boshqalar yanada boshqacharoq savol qilib, shu soqolim ko'proq ko'rinishlik uchun, qorayishlik uchun soqolimni qirsam, bir ikki marta qirib yuborsam ko'proq chiqadi. Shunday qilsam bo'ladimi degan savollarni berishadi. Biz bir narsani tushunishimiz kerakki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam soqolni tek qo'yishlikka buyurganlar. Soqolni qo'yishlikka emas. Ya'ni bir insonni soqoli chiqmasa, bu inson gunohkor bo'lyapti. Bu albatta soqoli chiqishligi kerak degan narsa yo'q shariatimizda. Soqolni tek qo'yishlikka buyurilgan, chiqsa ham, chiqmasa ham. Bir insonni soqoli chiqmasa, bu inson gunohkor yoki besoqol yoki sunnatga muxolif, sunnatga muvofiq ish qilmayapti deb aytilmaydi. Biz soqolimizni, soqol degani o'zi mana shu ikki jag'ni ustida o'sadigan narsaga soqol deb aytiladi. Shu soqolni tek qo'yishlikka buyurilgan. Agar chiqmasa inson gunohkor bo'lmaydi. Agar chiqadigan bo'lsa tek qo'yiladi. Endi qay darajada qo'yib olishlik kerak desa, avvalambor tek qo'yib olishlik kerak qancha chiqsa ham. Ikkinchi masala, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu hajga borganlarida bir qabzadan o'tganda soqolini olganlar. Mana shu narsani olib turib ba'zi odamlar shu bir qabzadan o'tsa soqolni qirsa bo'laveradi degan narsaga keladi, lekin bu noto'g'ri. Chunki ulamolar bunga raddiya berishadiki, avvalan sahobiylardan bittasi qilgan ish shariatda bizda dalil deb hisoblanmaydi. Chunki boshqa sahobiylar bu narsaga qarshi chiqqan. Ikkinchidan, Abdulloh ibn Umarning ishi sunnatga muvofiq deb aytadigan bo'lsak ham, farazan aytadigan bo'lsak ham, Abdulloh ibn Umar faqat hajga borganlarida bir qabzdan oshganini qisqartirardilar. Boshqa payt, hajdan tashqari bo'lgan payt hech qachon soqollarini tegmaganlar, hatto uzun bo'lib ketsa ham. Shuning uchun kimdir mana shu sunnatga muvofiq shu Abdulloh ibn Umarning sunnatiga men ergashmoqchiman desa ham, faqat hajga borganda bir qabzdan oshsagina olsa bo'ladi. Boshqa paytda esa hatto mana shu qavlga ko'ra soqolni tegsa bo'lmaydi. Ammo boshqa sahobiylar va boshqa ulamolarning qavllari esa soqol tek qo'yiladi qancha chiqsa ham. Ba'zi ulamolar aytadiki, agar juda ham uzun bo'lib ketib, insonning hayotidagi ishlariga xalaqit beradigan darajada uzun bo'lib ketadigan bo'lsa, unda ozgina qisqartirib yuborsa bo'ladi. Mana shu hojati kerakli ravishda ba'zi bir juda ham uzun bo'lib ketib, qoringacha tushib, ko'p o'rinda xalaqit berayotgan bo'lsa, mana shu xalaqit berayotgan joyini ozgina qisqartirsa bo'ladi degan ba'zi ulamolar bor. Lekin umumiy ravishda soqolni tek qo'yiladi. Qancha chiqsa ham soqol tek qo'yiladida, soqol nima chiqaveradi? Alloh taolo shu insonni shu soqoli bilan chiroyli qilib yaratib qo'ygan. Erkak kishini chiroyi soqoli bilan bo'ladi. Va soqol qo'yishlik sunnat ekanligi va vojib ekanligiga Qur'ondan va hadisdan va sahobiylar hayotlaridan juda ham dalillar ko'p. Bu boshqa savol. Inshaalloh boshqa o'rin vaqt kelsa o'tamiz. Allohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.